Assalomu alaykum. Hozir biz hamkorlarimizning issiqxonasidamiz. Bu yerda 6 gektar maydonda o'ziga xos shirinligi va xushbo'yligi bilan ajralib turadigan karis navli qulupnay yetishtiriladi. Bu nav nima uchun karis navi deb ataladi? Chunki u dastlab Janubiy Koreyadan keltirilgan. O'zbekistonda uni darhol yoqtirib qolishdi va tobora ko'proq ekishni boshlashdi. Nav bizning iqlimimiz uchun juda ham mos keladi. Mo'l hosil beradi. Dehqonlar uning barqarorligi uchun, xaridorlar esa shirin ta'mi uchun yoqtiradilar. Hatto qatoqlaganda ham bu qulupnaylar xuddi bir g'oz butadan endi uzilgandek juda ham shirin. Bu chinda ham muhim, shunday emasmi? Karis qulupnay mavsumi dekabr oyida boshlanib, may oyigacha davom etadi. Hozir esa ayni qizg'in pallasi. Mevalar tez pishib yetiladi, qo'lda teriladi va ertasi kuniyoq korzinka do'konlari peshtaxtalarida paydo bo'ladi. Biz korzinkada aniq bilamiz. Asl qulupnay yangi uzilgan va yorqin ta'mli bo'lishi shart. Shu sababli faqat ishonchli fermerlar bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilamiz va barcha bosqichlarda sifatni qattiq nazorat qilib boramiz. Bahorgi dasturxoningizning eng mazali bezagiga aylanishi uchun har bir meva e'tibor va mehr bilan teriladi. Qulupnay mavsumi avjida. Demak, eng yangi uzilgan sersharbat va xushbo'y mevalarni topish uchun korzinkaga tashrif buyurish vaqti keldi. O'zingizni va yaqinlaringizni xursand qiling. Xush kelibsiz, aziz do'stlar. Korzinkada sotuvda pishib yetilgan qulupnaylar, sersharbat xushbo'y yoqimli narxda.